Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Chiroyli kombinatsiya, juda ham chiroyli kombinatsiya va mashra Odilevga ham qoyil qolishimiz kerak. Keling ko'ramiz. Mashrabga e'tibor bering. Xayrli kelyapti. Va yoniga tashlab beryapti. juda chiroyli pas. Juda ham chiroyli pas bu yerda. Zarba ham zo'r yo'llandi, qarang. Chap Endi zarbasiga to'g'rilab sekin yo'naltirdi-da, uzatma zo'r chiqdi. Qarang, uzatmaga e'tibor bering. Opa, yumshoq. 1-0 va hozir Qozog'iston milliy terma ikkinchi bo'limni boshladi jamoamiz darvozaboni Shavkat Ibragimov. Ikkinchi raqam o'yinchilar 6-Ilfan Kamrayev, 9-Elbek To'xtinov, 8-Shahram Faxriddinov, 4-chi va afsus ikkinchi taym boshida gol o'tkazib yuboryapmiz. Raqiblar darvozamizga tezkor javob gol urishdi. Ikkinchi taym startida birinchi xato ikkiga bir chiqib ketishdi. Bo'sh qoldirishdi, mana qarang. Mana shu yerda bo'sh qoldirishdi, to'p o'tdi va ikkita o'yinchi qanday qilib hozir bo'sh qoldirishdi? amalga oshirdi. Faxriddinov to'pni egalladi. Robiyev, Ilhom, mana shu to'rtlik eng zo'r to'rtlik bo'ladi nazarimda. To'rtinov gol! Elbek raqib darvozasini ishg'ol qilmoqda. Barakalla Elbek. Rasman hozirgina o'sha bu to'rtlik boshqacha taassurot qoldiryapti deb aytib turgandik va mana shu yigitlar mana bunday hujum uyushtirdi. Qanotga pas va himoyachini yonidan to'pni o'tkazib darvozabonni